Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari, hunajin ishqibozlari. Jigarlarim, bugun 29-mart, hafta kuniga shanba, Arafa muborak bo'lsin hammaga azizlarim. Bayram muborak bo'lsin. 3 dona hunajilarimiz yengil berib yoramiz. Kimgadir ma'qul bo'lsa telefon qilaverasizlar. 2 dona shved, 1 dona rossiyskiy paroda. Xudo xolasa chiroyli hunajillar. Ukam 3 ta hunajin izlab yuribman deganlarga juda ham ideal narx. O'ta chiroyli arqalari keng, sifatli hunajillar akalarim. Pulini o'ta yengil beramiz. Xudo xolasa bo'shatishga qisqa qilamiz, lo'nda qilamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani. Andijon viloyati Shahrixon tumani. Uchovini 8 million 700 ming so'mdan degandik. 8 million 700 ming so'm emas. 8 million so'mdan bo'lsa, vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida 8 million so'mdan bo'lsa. Mana ikkosi shu 4-5 oylik, mana o'sa shu 3 oylikdan o'tgan akalarim. Bunisi cho'rni piyosli, ikkita shved. Qo'yuqsi 4 oylikdan desanglar ham bo'laveradi. Bo'ylari mana o'si 1.3 chiqyapti, mana o'si 1 metr, mana o'si 95-96 chiqyapti. Qo'yuqsi 1 metr atrofidan deb olsanglar ham bo'laveradi akalarim. Mana korobkalari kuchli, xudo xolasa bo'ladigan sifatli hunajillar akalarim. Mana kallalari tumalaq mana bu shvedni ham ko'ringlarchi. Mana kallasi uzunchoq bir xunib-punigi yo'q. Xudo xolasa katta shvedni bolalari bular ham. Mana kallalar ko'ryapsizlar akalarim. Mana hunajilar yaxshi ko'rinyaptimi? 8 million so'mdan bo'lsa, vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida bo'ladi. Xudo xolasa 1-2 so'm xayrini kelishimiz ham mumkin. Telefon qilinglar akalar, sammigilanisi. Ozgina xayri bor desam ham bo'laveradi. Juda ham oz-moz xayri bor. Xudo xolasa 8 million so'mdan bo'lsa, vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida ketaveradi akalarim. Inshaalloh ma'qul bo'lganga sotiladi. Turishini qaranglar, kiyikka o'xshab. Xudo xolasa sotiladi akalarim. Telefon qilaverasizlar. Birinchi telefon qilganga sotiladi bugun.